Gavhar o'zi nima va katarakta tushunchasi haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Eng avvalo bu mavzuga kirishdan oldin gavhar o'zi nimaligi va ko'zda qanaqa vazifa bajarishi, uning anatomik tuzilishi haqida gaplashib o'tamiz. Ko'zning optik qismi mavjud va bularga shoh parda, gavhar va shishasimon tana kiradi. Bular shoh parda ko'zni 40 dioptrik kuch ostida, gavhar esa 20 dioptrik kuch ostida nurni sindirib beradi. Shishasimon tana esa nurni sindirmaydi, faqatgina uni o'tkazib beradi xolos. Gavhar o'zining kapsulasida joylashgan bo'ladi va atrofida bir qavatli epiteliy hujayralari bilan ta'minlangan. Uning o'rtasida esa oqsil tabiatli oqsillardan, kristallin hujayralar deb ataluvchi shaffof bo'lgan hujayralardan tashkil topgan. Bu hujayralarning orasida esa oziqlanishini ta'minlovchi bo'shliq moddalar mavjud. Aynan shu moddalar u hujayralarni oziqlantirib, doimiy ulardan moddalar almashinuvini ta'minlab turadi. Inson gavhari nimaga xiralashadi? Xiralashning sabablari turlicha. Bularning birinchisi yosh bilan bog'liq bo'lgan, doim hamma bilgandek, odam organizmi qariydi, uning hujayralari qarib boradi. Shu bilan birga gavhardagi hujayralar ham qariydi va uning tarkibidagi oqsillar, uning tarkibidagi moddalar denaturatsiyalanadi, ya'ni oldingi vazifasini bajarmaydi, ularning tarkibi o'zgaradi. Ikkinchisi zararli odatlar, chekish, ichish. Keyingi omil esa quyosh nuri. Quyosh nuri tarkibidagi yuqori darajadagi ultra binafsha nurlari gavhardagi hujayralarni denaturatsiyalaydi. Va hozirda gavhardagi xiralik, ya'ni kataraktani yosharib borayotganining asosiy sababi hisoblangan steroidlar va doimiy bo'lgan dori vositalarini qabul qilish. Ba'zi sistemli kasalliklar, surunkali kasalliklar sababli insonlar doimiy dori vositalari qabul qilishga o'tib boryapti. Aynan shu sababli ham gavharni hujayralaridagi moddalar almashinuvi buzilib, uning tarkibi o'zgarib boryapti va katarakta degan tushunchani yosharishiga asosiy sabab bo'lib xizmat qilyapti.